Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, og'ir atletika sport turi bo'yicha Hindiston davlatida Osiyo chempionati bahslari o'tkazildi. Musobaqada munosib ishtirok etgan polvonlarimiz Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda tantanali ravishda kutib olindi. Atletlarimizni sport vaziri o'rinbosari Shahrullo Mahmudov boshchiligidagi rasmiylar hamda sportchilarimizning yaqinlari terminalda qarshi olishdi. Bo'lib o'tgan Xitoy chempionatida 30 ga yaqin mamlakatlardan 178 nafar sportchi g'oliblik uchun kurash olib bordi. Ular orasida Jo'rabek Zoirov hamda Abror Tojimirzayev boshchiligidagi yigitlarimiz ham o'zlarini ko'rsata olishdi. Musobaqa juda ham kuchli bo'ldi, Osiyo chempionati. Eng kuchli raqiblarim ikkita Xitoy va bitta Koreya. Bu dunyodagi eng kuchli raqiblarim bo'ladi. Shunga qaramasdan ular ustida ishlab, murabbiylarimiz bilan birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bundan keyingi rejalar Xudo xolasa oldimizda Osiyo o'yinlari bor. Osiyo o'yinlaridan keyin Jahon chempionati. Ikkala musobaqada ham Xudo xolasa yurtimiz sharafini munosib himoya qilib oltin medalni qo'lga kiritamiz. Sarvarbekdan tashqari yangi vaznda chiqishiga qaramay, Osiyo chempionatining kumush medaliga sazovor bo'lgan Muhammadqodir Toshtemirov turnirdagi raqobat juda kuchli kechganini ta'kidlab o'tdi. Raqiblarimiz ham juda ham kuchli bo'ldi. Bu musobaqada yangi vazn toifasida qatnashganimiz uchun raqiblarimiz ham ko'p bo'ldi. Bu musobaqada o'zimizga boshqa natija qo'ygandik, bundan ham yaxshiroq natija qo'ygandik, lekin bu musobaqaga tayyorgarlik paytida ozgina oyoqda jarohat tufayli ozgina muammolar yuzaga keldi. Jarohatni to'liq tuzatib ulgurmasdan musobaqa ishtirok etishimiz to'g'ri keldi. Xitoy birinchiligida 6 nafar sportchi bilan qatnashgan O'zbekiston delegatsiyasi yakunda umumjamoa hisobida 3-o'rinni egalladi. Yigitlarimiz bitta oltin, 4 ta kumush va bitta bronza, jami 6 ta medalga ega chiqishdi. Qo'lga kiritilgan natijalar bilan sportchilarimizni tabriklaymiz.